Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Ancelotti transferlar haqida. Real meni tingladi, bundan ortig'ini so'ray olmasdim. Real ustozi Carlo Ancelotti matbuot anjumanida klubning transferlar borasidagi ishlari haqida gapirdi. Ancelottidan klub uning fikriga quloq solganmi yoki yo'qmi? Klub tarkibni kuchaytirishda kelajakda yangi murabbiyga ko'proq quloq solishi kerakmi deb so'rashdi. Real meni tingladi. Bu yerga kelganimdan beri Kamavinga, Tchouaméni, Rudiger, Bellingham, Mbappe bilan shartnoma imzolashdi. Bundan ortig'ini so'ray olmasdim dedi Ancelotti jurnalistlarga. Tez orada Realni Xabi Alonso boshqarishi kutilmoqda. Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Dildoraxon ikkinchi farzandi. Yotmasa bo'lmaydi. Tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Isitma kirib, ko'ngillayni uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Ko'kragida tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Qo'ltiq tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda-mayda, manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. O'g'lim aytdiki, "Mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, ichasizmi?" Dodi lekin mayli dedi. Farzandingiz shu kasallikni chalinib qolgan eshitganingizda ichingizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Ha, men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dodi Alloh shifo bergani rost bo'lsin dedim. 1 oy to'liq o'tishni Bir olmasdan oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Shomurodovga ekspertlar necha ball qo'ydi? Italiya chempionati bir necha klublar o'rtasida Yevropa Chempionlar Ligasining so'nggi yo'llanmasi uchun kurash oxirgi turgacha davom etadigan bo'ldi. Bu imkoniyatga da'vogarlik qilayotgan jamoalar orasidan Juventus va Roma 37-turda qimmatli g'alabaga erishdi. Lazio esa chempionlik uchun kurashayotgan Inter maydondan durang bilan qaytdi. Turning keskin va murosasiz kurashlarga boy o'yini Rimdagi Olimpico stadionida bo'ldi. Bu bahs Roma bosh murabbiyi Claudio Ranieri uchun murabbiylik faoliyatida Rimdagi so'nggi uchrashuv sifatida tarixda qoldi. Ahamiyati o'ta yuqori bo'lgan to'qnashuvda bo'rilar kuchli jamoalardan biri Milan futbolchilarini 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchratib, musobaqa jadvalida 5-o'ringa chiqib oldi. Eldor Shomurodov ushbu bahsda boshlang'ich tarkibda maydonga tushdi va 84 daqiqa o'ynadi. Italiya futbolini yoritib kelayotgan nufuzli manbalar ekspertlari faol harakat qilgan legionerimizning o'yinini quyidagicha baholadi. Vosya Giallorossa, Shomurodov 6 ball, tinimsiz harakat, katta bosim, raqib ishga solgan tirsaklar, kurashning hamma usuli bo'ldi. Achinarlisi Eldor Shomurodov Brian Cristante tashkil qilgan qarshi hujumni gol bilan yakunlash imkoniyatidan foydalana olmadi. Calcio Mercato, Shomurodov 6 ball. Eldor bellashuvni biroz sust boshladi, biroq vaqt o'tishi bilan ayniqsa bahsning ikkinchi yarmida kuchli o'yin ko'rsatdi. Siamala Roma, Shomurodov 6 ball. Eldor juda ko'p yugurdi, tinimsiz kurashdi, biroq o'zining asosiy vazifasi gol urishni sifatiga erishish uchun unga jarima maydonchasi ichida qat'iy harakatlar kamlik qildi. Lekin muxlislar Shomurodovni olqishlar bilan kuzatib qo'ydi. Roma Forever, Shomurodov 6 ball. Odatdagidek uning jamoa manfaati uchun mehnati yuqori darajada bo'ldi, biroq gol urib masalani hal qilish imkoniyatidan foydalana olmadi. Ta'kidlash joizki, Eldor Shomurodov joriy mavsumni zaxira o'yinchisi sifatida boshlagan edi, biroq jamoani Claudio Ranieri qabul qilib olgandan keyin 29 yoshli hujumchimiz chempionatning eng muhim pallasida Romadagi asosiy figuralardan biriga aylandi. Shomurodov har bir uchrashuvda o'z harakatlari bilan jamoaviy o'yinga katta ta'sir o'tkazib kelayotgani bois muxlis va mutaxassislar e'tirofi va ehtiromini qozondi. Rashford Barselonaga o'tish uchun maoshini pasaytirishi mumkin. Aston Villaga ijaraga berilgan Manchester United forvardi Marcus Rashford faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. 27 yoshli angliyalik futbolchiga Barselona qiziqmoqda. Hujumchi Kataloniya klubiga o'tish uchun maoshini pasaytirishga ham tayyor. Rashford joriy mavsum 41 o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Laporta Flick bilan shartnoma uzaytirilishi haqidagi savolga oydinlik kiritdi.
Kataloniyaning Barselona klubi bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick 2027-yilgacha shartnoma imzolaydi. Bu haqda klub prezidenti Joan Laporta ma'lum qildi. Biz Flick bilan kelishib oldik. Shartnoma 2027-yilgacha uzaytiriladi. Hozircha rasmiy imzolanmadi, lekin Hans doim so'zda turadi, dedi Laporta. Eslatib o'tamiz, germaniyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasi 2026-yil yozda tugashi kerak edi. Ma'lumot o'rnida Flick boshchiligidagi Barselona 2024-2025-yilgi mavsumda La Ligani yutdi. Ispaniya kubogini qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasi yarim finalda Interga mag'lub bo'ldi. Bu yulduz kelsa, Husanovga Cityda aniq nom qolmaydi. Manchester City yozgi transferlar davrida ham faollik ko'rsatadi. Josep Guardiola jamoani qayta shakllantirishga qaror qilgan. Klub mutasaddilari ispan murabbiyning kriteriyalari va talablariga mos keladigan yangi ijrochilarni qidirmoqda. Shaharliklar yangi mavsum oldidan deyarli har bir pozitsiyani kuchaytirishga qaror qilgan. Garchi klub yanvarda himoya markaziga Abduqodir Husanov va Vitor Reis, yarim himoyaga Niko Gonzales va hujum chizig'iga Umar Marmushni olib kelgan bo'lsa-da, bu pozitsiyalarga yana yangi ijrochilarni olish masalasi kun tartibidan olingani yo'q. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan City Extra portali yozda jamoada markaziy himoyani mustahkamlash borasida amalga oshiriladigan ishlar haqida tahliliy maqola e'lon qildi. Bu o'zgarishlar Abduqodir Husanov faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini inobatga olib, Sportsource portali ushbu maqolani o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Manchester City yozgi transferlar arafasida Liverpool himoyachisi Ibrohim Kanate atrofida yuzaga kelgan vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Kanate bu mavsum Arne Slot qo'l ostida Premyer Ligadagi dastlabki chempionlik sovrinini qo'lga kiritdi. Fransiyalik futbolchi Qizillar himoyasi markazida Virgil van Dijk bilan ajoyib tandem tashkil qilgan. Josep Guardiola o'z jamoasining himoya markazidan qoniqish hosil qilayotgani yo'q. Mavsum davomida John Stones, Nathan Ake va Manuel Akanji kabi markaziy himoyachilarning ko'proq vaqtini maydondan tashqarida jarohatlarni davolashga sarflagani umumiy natijaga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Hozirgi paytda shaharlik himoyachilar orasida eng barqarori yoshga Guardiola bo'lib turibdi. Bu o'yinchining markaz va chap qanot o'rtasida sarson bo'layotgani ham bor gap. Manchester Cityning yangi sport direktori klubdagi dastlabki transfer oynasiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda va Guardiolaga ma'qul keladigan o'yinchilarni olishga harakat qilib ko'radi. Angliyalik futbol ekspertlaridan Graham Bailey va James Brook Liverpool mutasaddilari shartnomasi kelasi yil yozda tugaydigan Ibrohim Kanate bilan muzokaralarni boshlashga kech qolganini va bundan Manchester City vakillari unumli foydalanib qolishga harakat qilayotganini ta'kidladi. Bu mutaxassislar fikriga ko'ra, Manchester City himoya markaziga kelajakda foydalanish uchun Abduqodir Husanov va Vitor Reis kabi yangi avlod markaziy himoyachilarni olib kelgan. Ular istalgan paytda himoyani mustahkam ushlab kelayotgan yoshga Guardiola va Vitor Diash o'rnini egallashi mumkin deb yozmoqda City Extra. Biroq klub mutasaddilari jamoani yoshartirish siyosatida davom etayotgan paytda John Stones, Nathan Ake va Manuel Akanji kabi yoshi o'tib borayotgan va jarohatlarga moyilligi ortayotgan markaziy himoyachilardan voz kechishga tayyorligini inobatga olsak, 25 yoshli Ibrohim Kanate Manchester Cityga ortiqchalik qilmaydi. Ammo Premyer Liga va boshqa top ligalarda suyaga qotgan markaziy himoyachilarning kelishi o'ziga imkon berilishini kutayotgan Abduqodir Husanov va Vitor Reis kabi yosh o'yinchilarning o'yin amaliyotiga keskin ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu ijrochilar qachon harakat qilmasin, hozirning o'zida asosiy tarkibdan joy olishga qiynalmoqda.